Xo'p, demak, darsimizni boshlaymiz. Bugun 3-chi dars. Xo'p, bu Machine Learning Foundation bo'yicha olib borayotgan darslarimizni bugun kunchisi. Demak, sekin-sekinlik bilan o'sha ichkariga kirishni boshlaymiz. Demak, o'tilingan mavzular o'sha umumiy olganda supervised machine learningga kirish uchun qaratilingan edi va o'sha materiallar ham shunga qarab tuzilgan. O'sha boshlanishiga. Endi mana o'tgan ikkita mavzuyimizda birinchisida o'sha AI haqida umumiy taassurot yo'qotilindi, ikkinchisida machine learning haqida va uni turlari haqida gaplashib o'tdik. Hop, demak, bugungi darsimizda sizlar bilan quyidagi yangi mavzularni o'rganamiz. Demak, avvalo har doimgidek savol-javob va takrorlashlar bilan darsimizni boshlaymiz. Ya'ni o'sha man o'tilingan mavzuni qay darajada yaxshi egalladinglar, vazifada tekshirdim. Endi mana bu og'zaki tomonda ham ko'rsatib bera olishinglar kerak. Bu bilan sizlardan ozgina savol-javob olamiz va undan keyin machine learning modeli yaratish bo'yicha ozgina gaplashib o'tamiz. Ya'ni umumiy o'sha biz asl maqsadimiz o'sha produktga chiqaradigan darajada machine learning loyihalarini qilishimiz kerakligi ayon. Hop, uni qanday bosqichlari bor, qanday ketma-ketliklar bor va uni o'sha bugungi darsimizga bog'lab ketishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ham buni sizlarga tushuntirib o'taman. Bu ham anchagina yaxshi mavzu bo'ladi. Undan keyin sizlar bilan Kaggle va GitHub haqida ham gaplashamiz. Bu ham muhim bo'lgan joylari va bugun o'tgan mavzuda mana Python bo'yicha data type'lar haqida gaplashib o'tdik sizlar bilan, ya'ni ma'lumotlarni turlari haqida. Endi bugungi darsimizda ular bilan ishlashni o'rganamiz. Ya'ni o'tgan safar aytib o'tganimdek, haqiqiy mana bu coding, VS Code'ning ichida ma'lum bir datani olib, o'sha bilan sizlarga ishlashni ko'rsatib o'taman. Bu ham muhim bo'lgan bosqichlari bor. Bu haqida ham gaplashamiz. Va Pythonda yana bir yangi qo'shimcha mavzu o'rganamiz. Xohlasa, ular o'sha conditionlar hisoblanadi. Ya'ni hammasi o'sha dataga bog'langan mavzular. Ya'ni o'tgan safar o'rgangan operationlarimiz va data type'larimiz albatta dataga chambarchas bog'liq. Bugungi darsda o'rganadigan conditionlar ham albatta data bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi. Chunki conditionlar o'sha holatlar va shartlar asosida bajariladi. Ya'ni ma'lum bir shart qo'yib, ma'lumotlarni filtrlash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Shuning uchun ham ma'lumotlarimizga biz boshida shart qo'yganmiz. Ya'ni asosiy shartlari bor edi. Ulardan biri ma'lumot katta bo'lishi kerak. Ya'ni yaxshi model yasash uchun. Hop, demak, katta bo'lishi kerak degan shartni qo'ydikmi? Qo'yganimizdan keyin uni boshqarish ham kerak. Ya'ni qancha data katta bo'lsa, u yaxshi, lekin uni o'sha o'zimizni yo'limizga yurgizish uchun eng kerakli bo'ladigan ishlardan biri bu boshqarish hisoblanadi. Ya'ni qancha ko'payib ketgan sari ozgina bu tomondan bizga qiyinchilik ham bo'ladi, agar o'sha Python yordamida uni boshqarmasak. Shuning uchun mana bugun boshqaradigan vakillardan biri aynan conditionlar haqida sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Xo'p, endi oldin savol-javob olamiz va keyin takrorlashga o'tib ketsak bo'ladi. Bittadan savollar beraman va o'sha bo'yicha davom etib ketsak bo'ladi. Xo'p, demak, Asadbek, sizdan boshlaymiz. Mikrofonni yoqsiz. Xo'p, demak, VS Code va GitHub'larda demak vazifalar yuklayapsiz. Yaxshi, muammo bo'lgani yo'q. O'sha aytganimdek, birinchi darslikni siz yuklamadingizmi yoki men ko'rmay qoldim? Birinchi darsdan oldin yuklab qo'ydim. Email Foundation deb prosta faylni o'zini yuklab qo'yibman, papka ochmasdan alohida. Aha, tushunarli. O'shani ichiga kirgizib qo'ysangiz bo'ldi. Men xabar jo'natgansiz, hozir vaqtim bo'lmadi, ko'rolmadim. Xo'p, uni joylab qo'yasiz. Xo'p, bo'ldi, tushunarli. Endi savol. Xo'p, demak, machine learning da qanday turlari bor ekan? Machine learning asosiy 3 ta turi bor: supervised, unsupervised va reinforcement. Bunga yana ikkita qo'shimcha qilish mumkin: semi supervised bilan self supervised. Mhm. Tushunarli, yaxshi. Xo'p, demak, biz qanday ajratib olamiz? Biror loyiha bo'lib qoladigan bo'lsa, va buni supervisedga, bu unsupervisedga, bu reinforcementga deb qanday ajratamiz? Buni ajratishimiz uchun supervisedda input bo'ladi, ya'ni featureslar, va biz olishimiz kerak bo'ladigan output ham bo'ladi. Ya'ni uni Hmm. target desak ham bo'ladi.
Hop, unsupervisedda faqatgina input, ya'ni features'lar bo'ladi, output bo'lmaydi. Bunda reinforcementga keladigan bo'lsak, bunda input bo'ladi. Faqat bu qanaqadir predict qilmaydi hech nimani. Hmm. Faqat o'zi nima desak bo'ladi, qaror qabul qiladi, Hmm. desak bo'ladi. Ho'p, mayli. O'sha robotlar harakati haqida aytib o'tganmiz. Shular hozircha mayli, unga chuqur kirmaymiz. Ho'p, demak, supervised machine learning haqida, demak, umumiy o'zi supervised machine learningga tushirish yoki tushmasligini ajratyapsiz. Demak, o'sha berilayotgan input yoki outputga qarab. Hop, bitta yana oxirgi shu supervised machine learning bo'yicha savol qarang mana. Hop, demak, hop, nima mantig'i bor? O'sha ham inputni ham outputni berib qo'ysak. Ham savolni ham javobni berib qo'yamiz ekan. Unda nima foydasi bor? Biror narsani predikt qilishni nima deb o'ylaysiz? Bunda biz mashinani o'rgatamiz, ya'ni ko'plab ma'lumotlar bilan shu featurelar bo'lsa, masalan, uy narxi misolida ko'rdik-a. Masalan, Hmm. shu featurelar bo'lsa, uy narxi shu narxda bo'ladi. Hmm. Shu ma'lumotlarni ko'plab beramizda mashinani o'rgatib olamiz. Shu Hmm. asosida undan keyin biz uy narxini bermaymizda, qolgan featurelarni beramiz. Bizga o'sha targetni javob tariqasida qaytarib beradi. Tushunarli. Faqat yana bitta joyini qo'shib aytib ketishingiz kerak. Ya'ni keyingi safar berayotganingizda boshqa qiymatlar berasizlar. O'sha aynan bir xil feature, lekin ichidagi qiymatlar farqli bo'ladi. Aha. Manimcha shuni o'zingiz ham manimcha bilib turibsiz, faqat aytmadingiz xolos. Ya'ni o'sha boshida aytaylik xonalar soni 4 ta bo'lsa, aytaylik, mayli ma'lum bir featurelar o'xshash bo'lishi mumkin. Lekin qiymatlari demoqchiman. Lekin o'zi hammasi bir xil bo'lmaydi. Bir xil duplikated bo'lib qolsangiz, unda javobi ham 100% aniq chiqishi aniq bo'lib qoladi. Shuning uchun shu tomoniga ham e'tibor berishingiz kerak. Hop, tushunarli. Hop, yaxshi. Demak, supervised machine learningga bitta ideya aytingchi, aytilmagan darsda nimani loyiha qilsak bo'lar supervised machine learningda? Mana uni qay darajada tushunganingizni ko'raylikchi. Supervised machine learningga masalan, o'zi misol qilib keltirdim video vazifada ham. Uni ko'rdim. Masalan, Hop. inson bitta yugurish misolida oldim. Endi Hmm. umumiy sport misolida olsa bo'ladi. Yugurganda vazn yo'qotishni e, aniqlaydigan supervised machine learningga, masalan, qanday ob-havoda yugursa ko'proq vazn yo'qotadi. Masalan, ko'proq insonda ko'proq vazn bo'lsa, uni maqsadi ko'proq o'zida vazn yo'qotish bo'lsa, qaysi keyslarda vazn yo'qotishi ehtimoli ko'proq bo'ladi. Shuni misolini olish mumkin. Ho'p, demak, g'oyangizni tushundim. Unda target qiymat nima bo'ladi? Target qiymat yo'qotiladigan mana shu Vazn. massa bo'ladi. Qotlangan massa. Ho'p, demak, unga mos bo'lgan featurelar topasiz. Aytaylik, o'sha kechqurun nima ovqat yegani, necha kilometr yugurgani, qancha yurgani, nima kiyim kiygani, aytaylik, kim bilan yurgani yoki aytishimiz mumkin, misol uchun, temperatura qancha bo'ldi, hammasi bog'liq shunaqa featurelarga bas. Hmm. Ho'p, tushunarli, yaxshi. Ho'p, bo'ldi, rahmat Asadbek. Endi Daniel sizga mikrofon berasiz. Aha. Ho'p, Daniel sizga savol. Qanday ma'lumot turlari bor ekan? Ah, ma- Ma'lumot turlari integer, float, string, boolean. Hmm. Ho'p, yaxshi. Demak, integer bilan boolean qanday farqi bor? Integer bu faqat tog' sonlar, boolean esa unda uh, nimasi kam yo true false chiqarib beradi va Nima uchun ishlatiladi shu boolean? Nima deb o'ylaysiz? uh, hmm, boolean tenglashtirganda yo ikki narsani solishtirib ko'rganda Ho'p. to'g'rimi to'g'rimi Hmm. to'g'ri emasmi. Albatta, albatta. O'sha faqat solishtirish shart emas. Umumiy olganda o'sha ikkita narsa bo'ladimi, uchta bo'ladimi, aynan ikkita deb aytib qo'ymayman. O'sha ma'lum bir o'sha predmetlarni to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirib beradi. U harakat bo'lishi mumkin.
yoki o'zini to'g'ridan to'g'ri bo'lishi mumkin yoki siz aytayotgan narsa bitta xususiy holatda juda ko'p holatlarni to'g'ri yoki noto'g'riligiga tekshirib berish uchun ishlatiladi bu boolean turi. Hop. Ho'p, tushunarli. Bitta savol yana sizga. Qarang. Xo'p, sonni bitta sonni ikkinchi songa bo'lganda qoldig'ini topish uchun qaysi belgidan foydalanamiz? Foiz belgisi. Yaxshi, yaxshi. Xo'p, yana bitta oxirgi savol. Supervised machine learning degani nimani tushundingiz? Supervised machine learning deganda input va output berib kompyuterni o'rgatib olamiz va keyingi safar faqat input bersak, u bizga output chiqarib beradi. Tushunarli, tushunarli. Tushunarli. Inputni yana nima deymiz biz? Uni sinonim so'zi. Target. Yo'q. Outputni target deymiz. Input well, data. Yo'q, hammasi data. Features. Features yaxshi. Xo'p, supervised machine learningga bitta loyiha ayting. O'zi qanaqa loyiha qilsangiz bo'ladi supervised machine learning bo'yicha? Aytilinmagan loyihalar ayting. Shu uyda vazifadagi yozganimni aytsam bo'ladimi? Xo'p, aytingchi uni. Bitcoin narxini predict qilish. Например, biron bir periodda u qancha tushdi, qancha ko'tarildi, jami qiymati qancha bo'ldi va keyingi periodga qancha bo'lib ko'tarildi shu. Xo'p, yaxshi. Umumiy olganda buni tushunibsiz. Yaxshi, bo'ldi, rahmat. Xo'p, demak, mana ozgina biz ham savol-javob qilib oldik. Xo'p, demak, maqsadimiz o'sha orqadagi mavzularni ko'p qilib ketmasligi. Ya'ni agar savolda bilmasanglar, u yana bugungi mavzu o'tamiz, uni ustiga qo'shilib ketadi, qiyin bo'lib ketadi. Shuning uchun vaqti-vaqtida o'rganish kerak. Demak, mana machine learning asosiy 3 ta narsani o'tgan bo'lsak, o'tgan safar. Ya'ni birinchisi o'sha machine learningda o'zi nima ekanligi va turlarini ko'rib chiqdik va bir-biridan farqini ko'rdik. Undan tashqari data type'lar va operationlar ko'rdik. Hammasini demak mana nisbatan yaxshi o'zlashtiribsizlar. Endi mana bu supervised machine learningga biz ko'proq urg'uni berib o'tamiz boshlanishida. Shuning uchun mana o'zingizlar mavzuni tushunganlardan keyin o'sha uyda misol uchun yoki tashqarida o'ylanganda men orada so'rashim mumkin. Yana biror ideya topishga harakat qilaveringlar. Bu albatta sizlar o'sha haqiqiy loyiha qilish bosqichiga o'tganinglarda o'sha ideyani foydalanib ishlatasizlar. Mana hozir mana ikkalanglarda ham bittadan loyiha bor. Mana misol uchun o'sha yugurganda qancha vazn yo'qotish haqida yoki bitcoinda narxi predikt qilish haqida loyihalar ko'p. Aytaylik, ma'lum bir universitetda talaba o'qishni oxirigacha tugata oladimi yoki yiqiladimi, fail bo'ladimi? Yoki o'sha aytib o'tilganda misol uchun avtomashinani qancha kilometr yurgani o'zi tayyor turadi, lekin o'sha uni o'zgartirib qo'yadiganlar ham bor. Haqiqatan to'g'ri shunaqani topish mumkin. Juda ko'plab misollar asli bo'ladi. Shunaqa qilib ozgina faqat dars qilayotganda emas, darsdan tashqarida ham ozgina o'ylab yursanglar, bu fanni yana ham chuqurroq va osonroq o'rganasizlar. Ya'ni miya esidan chiqarib yubormaydi. Bu ma'lumot kerak emas ekan deb o'ylaydi. Shuning uchun orada ham ozgina mana bu mana reportni uyga vazifa sifatida beryapman. O'sha reportlarni qaytarib hech yo'g'i bitta zo'r yo'l reportni bekorga yozdirgan yo'qman. Ikkita asosiy foydasi bor. Birinchisi, imtihonga oson tayyorgarlik ko'rasizlar. Qayta butun videoni ko'rib chiqqandan ko'ra, agar reportni zo'r yozsanglar, oson o'rganasizlar. Mana 3-darsdan yaxshiroq haligi bizga qo'shimcha fayl berilmaydi endi, ikkita dars uchun uni. O'shaning uchun reportni shunchaki o'qiysizlar, imtihonga oson tayyorlansanglar bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, doim aytaman, hamma o'quvchilarimga, mana darsimiz 7 da boshlanyaptimi? Ozgina bir ertaroq kirib, 10 minut ertaroq o'sha reportni bir ozgina o'qib olinglar. Mana bu mavzuga oson kirishib ketishingizni ta'minlaydi birinchidan. Ikkinchidan mana savol-javob o'qisa ham oson topasizlar. Shuning uchun bundan yaxshiroq foydalaninglar. Mana sizlar bilan ozgina savol-javob oldik. Demak, o'tgan mavzuyimizda sizlar bilan savol-javob va takrorlash qilganmiz va VS Code va GitHubda ishlashni ozgina tushuntirib o'tganmiz va machine learning turlari, tatbiqlari, qo'shimcha materiallar va Pythonda data type'lar, operationlar mavzusi bo'lgan edi. Hop, endi bugungi asosiy o'tishimiz kerak bo'lgan bo'limlarga o'tishni boshlaymiz. Xo'p, demak biz qanaqa strukturada kelayotganimizni bir eslab olsak,
Ho'p, demak, keyin bu yoqqa o'tib ketamiz. Ho'p, demak, biz AI ni o'rganishni boshladik va uning ichidan biz machine learning ni tanlab oldik, o'rganyapmiz. Bizning yo'nalishimiz strelka. Va uning ichida bu machine learning ham supervised machine learning, unsupervised machine learning va reinforcementga bo'lib olganimizdan keyin biz supervised machine learning ni o'rganishni boshladik. Albatta, supervised machine learning ham turlarga bo'linadi. Bu shuncha ko'p turlarga bo'linadi, qanaqa qilib eslab qolaman ekan deb o'ylamanglar. Bu oson. Qaytaga mavzularni o'zlashtirishingiz oson bo'ladi. Ya'ni o'ylanglar, mana misol uchun imtihonga butun kitobni hammasini o'qib tayyorlagandan ko'ra bo'lim-bo'lim yoki chapter, ya'ni bob-bob o'rganganinglar yaxshi-yu, xuddi shunaqa bu o'zi aslida. Yana bu bo'limga bo'linar ekanda deb o'ylashinglar mumkin, yo'q, unaqa emas. Demak, biz supervised machine learningni ham turlarga bo'lamiz. Xudo xolasa, u haqida ham nima qilamiz, sizlar bilan gaplashib o'tishimiz kerak bo'ladi. Qaranglar, demak, birinchi shu haqida gaplashamiz sizlar bilan, keyin qolgan mavzuga o'tib ketsak bo'ladi. Qaranglar, demak, biz mana ikkalanglar ham tushunmoqsizlar. Bizda o'sha eng asosiy urg'u nimaga? Input va outputga ajratilyapti, to'g'rimi? Supervised machine learningda ham input ham output berilishi kerak. Xo'p, supervised machine learningimizni o'zi ham ikkiga bo'linyapti va buni qanday nomlarga bo'lib ajratsak bo'ladi degan savol bo'ladigan bo'lsa, biz buni bitta oson yo'li bor bilishni, ya'ni datasetga borasizlar. Mana bizda dataset bo'lsa, qaranglar, datasetimizni mana dataset va target qiymatga borasizlar. Mana bunda target qiymat oxirida. Yana qaytarib o'taman. Chalg'ib ketmanglar. Har doim ham oxirida bo'lmaydi. Men ham sizlarga hozir aytyapman oxirida deb. Ba'zi holatlarda o'rtada bo'ladi. O'tgan safar ham ko'rsatib o'tdim. Shuning uchun chalg'ib doim oxiriga borib qolmanglar. Xo'p, endi qaranglar. Demak, bu classification yoki regressionga tushishini aniqlash uchun nimaga qilasizlar ekan? Target qiymatini topib olasizlar. Birinchi ish target qiymatini topib olasizlar. Eslab qolinglar. Demak, target qiymatini aniqlab olish kerak. Umumiy loyiha boshlanishidan oldin sizlar yo classification, mana loyiha boshlanishidan oldin demak bo'ldi, bu AI ga tushadi. Agar input va output qiymatlari bo'lsa, bu machine learning ga tushadi. Umumiy structure data bo'lsa, machine learning ga tushadi deysizlar, bunaqa jadval ko'rinishida bo'lsa. Va undan keyin agar mana bu joyda input bilan output qiymat bo'lyaptimi, bo'ldi, supervised machine learning ga tushadi deysizlar. Xo'p, undan keyin qaysi turiga tushadi? Ko'rasizlarmi? Ya'ni sizlar filtr qilib oxirgi bosqichini topib olishinglar kerak. Bu narsa miyada juda tez bo'ladi o'zi. Men hozir bosqichlarini sanab, haligi ketma-ketligini sanab berdim. Lekin sizlar ham hozir keyinchalik ikkita mavzuni o'rganganimizdan keyin bularni og'zaki miyada tezroq olib ketasizlar. Bundan xavotir olmanglar deb tushunman. Hop, endi qaranglar. Demak, bizda supervised machine learningda asosiy turlari bor. Demak, uning uchun nima qilyapmiz? Mana bu output qiymatiga topib oldik. Output qiymati. Demak, output qiymatiga bordik. Hop, output qiymatiga borganimizdan keyin biz nima qildik? Birinchi qiladigan ishimiz output qiymatini ichida klasslar bo'ladi. Klasslarni bilib olishimiz kerak. Klass ham qiyin tushuncha emas. Klass nima degani? Qaranglar, mana misol uchun mana buni ichidagi klasslarni oladigan bo'lsak, no bilan yes. Mana ko'rasizlarmi? No, yes. Ya'ni umumiy klasslar sonini oladigan bo'lsak, ikkita. Ya'ni nodan 100 ta bo'lsa ham baribir bitta no hisoblanadi, to'g'rimi? Ya'ni o'sha duplicated bo'lmagan bitta oiladan bittadan vakil olinsa, o'sha klass hisoblanadi. Demak, bunda qaraysizlarda nima bo'lyapti? Klasslar ikkita bo'lyapti, xolos. To'g'rimi? Hammasi ikkita. Men buni kodini ham ko'rsatib beraman. Hozircha og'zaki topishni o'rganaylik. Mana no bilan yes bo'lyapti. Demak, ikkita ekanmi? Umumiy oladigan bo'lsak, chekili. To'g'rimi? Qo'l bilan sanasa bo'lyapti. Xo'p, demak, ikkita bo'lgandan keyin buni biz nima deymiz ekan? Nomini classification deymiz ekan. Mana, demak, birinchi turi nima bo'lyapti? Supervised machine learningda target qiymati bizda aynan nimaga? Classificationga tushdi. Ya'ni bu supervised machine learningda classification turiga mansub ekan. Tushunasizlar? Qaytaraman. Demak, oxiriga o'sha target qiymatini topib olasizlarda, ko'rasizlar o'zi. Demak, buni kodi ham bor. Mana og'zaki ham bilishinglar mumkin. O'sha hozir og'zaki usulini ko'rsatyapman, keyin kodingni ham ko'rsatamiz. Qaranglar, demak, umumiy sanasanglar, agar klasslari chekli miqdorda bo'lsa, faqatgina ikkita bo'lishi shart emas. Chekli miqdorda bo'lsa, qo'l bilan sanay olsak, u classification bo'ladi. Tasavvur qilinglar, mana bu yerda bizda boshqa target qiymat bor deylik. Ya'ni mana bu total charge.
Ko'rasizlarmi? Yoki monthly charge yoki totalni oladigan bo'lsak, e'tibor berasizlarmi? Buni klassi qancha juda ko'p. Mana 29.85 bor, 188, 1889.5. Ya'ni umumiy oladigan bo'lsak, bular nima bo'ladi? Cheksiz bu. Juda ko'p qiymati bor. To'g'rimi? Mana ikkalasini solishtiringlar. Mana yonma-yon olib qo'ydim. Mana ikkalasini umumiy solishtiradigan bo'lsanglar. Ko'rasizlarmi? Bunda faqat no yes, bunda ko'rasizlar hammasida har xil qiymatlar bo'lyapti. Ya'ni chekli, cheksiz mana bunda chekli. Demak, agar sizlarda target qiymatinglar ham classification ham regression bo'lmaydi, yo classification yo regression bo'ladi. Demak, o'z-o'zidan cheksiz bo'ladigan bo'lsa, buni nomi bizda nima ekan? Regression bo'lar ekan. Mana classification yoki regression turlarini biz nima qildik ajratib olayman. Demak, mana bu yerdan ko'chiramiz. Makka men hozirgi imageni ko'rsataman. Demak, supervised machine learningimiz ikkiga bo'lingan. Demak, men bosh harfni yozaman, classification yoki regression bo'lyapti. Endi matematik tilda, fan tilida classification bo'lish uchun nima bo'lish kerak? Discrete bo'lish kerak. Ya'ni qiymat discrete, sanoqli. Endi mana bunda regression bo'lish uchun nima bo'lish kerak? Bunda continuous bo'lish kerak. Ya'ni o'z-o'zidan davomli qiymat. Ko'rasizlar, qiymatlar chunki buni chiqish javobi nima bo'ladi? Javob oxirida rezultat. Rezultat ham qanaqadir raqam bo'ladi, lekin cheksiz bo'ladi. O'ylanglar. Mana bundachi javob nima bo'ladi? Javob yes yoki no bo'ladi xolos-da. To'g'rimi? Javob ikkitadan ko'p bo'la olmaydi. Yes bilan no ni o'rtasidagi birorta variant bo'la olmaydi, to'g'rimi? Shu javobga qaraysizlar. Yoki birinchi o'rinda mana bu target qiymatni o'ziga qaraysizlar, ikkinchi o'rinda o'zingizga savol berasizlar. Xo'p, men nimani predikt qilyapman va javob nima chiqishi mumkin deysizlar. O'z-o'zidan mana bu classificationimizni oladigan bo'lsak, javob o'z-o'zidan chekli chiqadi. Lekin regressionda bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'ylanglar, mana bu target qiymatimiz bo'lsa nima bo'ladi? Cheksiz miqdorda biz javob olishimiz mumkin bo'ladi. Farq shunda bo'ladi. Endi qaranglar. Classification, regression. Xo'p, endi bitta holat. Endi tasavvur qilinglar, target qiymatimiz. Misol uchun xo'p, endi mana sizlardan so'rayman, qaranglar. Xo'p, qaranglar. Demak, birinchi Asadbek sizdan so'raydi, mikrofonni yoqing-da. Xo'p, qarang Asadbek, sizga savol. Tasavvur qiling, target qiymatimiz mana bu gender bo'ldi deylik. Bu classification bo'ladimi, regressionmi? Classification bo'ladi. Xo'p, sabab? Sabab bunda qiymatlar cheklida, ya'ni female bilan male bo'ladi xolos. Demak, javobi ham yoki male yoki female bo'lishi mumkin, a? Yaxshi. Mana buchi, internet service. Mana sal ko'rsataman, mana shu ustunda olinglar mana. Hozir mana bittada ko'rish qiyin, lekin nima deb o'ylaysiz ko'rinishi jihatdan? Qaysi biriga tushishga yaqin? Shu yaqini bunda ham mencha classificationga tushadi. Xo'p. Takrorlanishlar soni ko'pda va DSL, fiber optic uchta bo'lyapti adashmasam. Demak, buni ham siz classificationga tushirmoqchisiz, a? Tushunayli. Bo'ldi. Mana buchi, mana bu tenure. Bunda regression bo'ladi. Bunda regression, a? Har xilligi ko'p. Tushunayli. Xo'p, bo'ldi, rahmat. Daniel, sizga savol endi qarang. Mana bu partner qaysiga tushishi mumkin? Classificationga tushadi. Yaxshi. Mana buchi, multiple lines. Bu ya classification. Classification, a? Yaxshi. Demak, mana buchi. Kostyum mana bu ustunimiz. Bu regressionga. Yaxshi. Xo'p, bo'ldi, rahmat. Qaranglar, chalg'ib qolmanglar. Hozir mana bu ko'pida yes yoki no bo'ldi-ku, o'sha bilan faqatgina tekstli ko'rinish classification bo'lar ekan deb o'ylab qolmanglar. Bu harf bo'ladimi, son bo'ladimi yoki mix bo'ladimi, chekli bo'lsa o'z-o'zidan classification, cheksiz bo'lsa regression xolos. Bo'ldi, ya'ni oson bo'lishi mumkin, lekin o'sha qay darajada tushunganinglarni bilishim kerak, o'shaning uchun so'rab o'tdim. Xo'p, endi tasavvur qilinglar. Hozir mana bu datasetimizda ba'zi birlarida ko'rdik. Mana bu multiple linesda no phone service bor, no bor, yes ham bor. Lekin partnerda yes yoki no bor, ikkita. Lekin mana bu multiple linesda 3 ta yoki undan ko'p bo'lyapti. Bu internet service'da ham DSL bo'lyapti, fiber optic, no shunga o'xshagan bo'lyapti. Demak, o'z-o'zidan biz buni ham bo'limlarga bo'lib olsak bo'ladi. Ya'ni classificationda. Classificationimiz o'zida ikkiga bo'linadi. Ya'ni bu binary va multi-class classificationga bo'linadi.
o'z-o'zidan xulosa qilib olamiz. Binary bo'lish uchun faqatgina javob ikkita bo'lishi kerak yoki yes yoki no. Ikkitadan biri chiqadi javobi. Demak, faqatgina ikkita. Multi-classda 3 yoki undan ko'p bo'lishi kerak. Mana 3 yoki ko'p deb qo'yaman. Bu. Demak, o'z-o'zidan multi-class bo'lishi ham mumkin ekan. Mana tasavvur qilaylik, bitta loyiha aytaman. Biz o'sha o'yindan oldin futbolchilarni jarohat oladimi yoki yo'qmi o'shani aniqlamoqchimiz. Mana javobda nima deyapman? Jarohat oladimi yoki yo'q. Demak, uni biz nimaga tushirsak bo'ladi? Classificationga va undan ham binary'siga tushirsak bo'ladi. Lekin aynan qaysi jarohat turini oladi? Tizzasidan jarohat oladimi, boshidanmi, bo'ynidanmi, oyog'idanmi, qo'lidanmi? Ya'ni uni jarohatlar ehtimolligi ko'p-ku. Lekin o'ta cheksiz emasda. Uni biz nimaga multi-classga olishimiz mumkin? Demak, binary bo'lar ekan bizda, binary faqatgina o'sha target qiymatlari o'zi bizda nima bo'lyapti? Ikkita. Target qiymati emas, klasslar soni. Multi-classda-chi? Multi-classda bo'ladi. Unda 3 yoki undan ko'p. O'sha bilan nima qilasizlar? Ajratib olsanglar bo'ladi. Hop, demak buni Xudo xolasa men sizlarga hozir og'zaki tomondan ko'rsatib berdim. Endi koding tomondan ham ko'rsatib beraman. Koding tomondan ham ko'rsatamiz. Uning uchun hozir bizda ozgina hop, mayli, shuni tugatib qo'yaylik bo'lmasa. Hop, demak bitta fayl ochib olamiz. Fayl ochamizda. Hop, demak, bugun 3-dars. Hop, demak, shunga men ochib olamiz. Qaranglar. Bir yo'li men bitta narsani ko'rsatib ketaman sizlarga. Demak, mana bu kernelni menimcha hamma biladi, kernel yoqib olishni. Hop, va albatta ish boshlashdan oldin ketma-ket va tartibga rioya qilinglar va bitta markdown, bitta kod tushirib olinglar. Markdownga yozamiz. Bugun hozir sizlarga ko'rsatib bermoqchi bo'lganlardan biri yo'li yozib ketaman deydi. Bilan tanishuv degan asosiy bo'limimiz bor. O'shani ko'rsatib ketaman sizlarga. Va mana buni yozib qo'ydim. Uni data bilan tanishuvni biz mana bugun darsimiz davomida ko'ramiz, lekin hozirgi urg'u berishimiz kerak bo'lgan narsa bu klasslar sonini topish. Ya'ni sizlarga mana bu datasetda birdaniga ko'rinmasligi mumkin-da, oxirigacha bunqa qilib qarab chiqmaysizlar, vaqt ketadi. Uni o'rniga koding tomonidan ko'rish osonroq bo'ladi, osonroq xulosa qila olamiz. Albatta, uning uchun nima kerak? Bizga dataset kerak. Eslatib o'taman, datasetni hozir men ikkinchi qismda topishni o'rgataman va bu qismda uyulmaydigan bo'lsa, biz o'sha datasetni topganimizdan keyin, ya'ni yo GitHubdan yo Kaggledan topamizda, sizlar ishlayotgan o'sha Python fayli bilan u dataset yonma-yon turishi kerak. Mana o'tgan safar ham ko'rsatib o'tdim, doim yonma-yon bo'lishi kerak. O'shanda e'tibor beringlar. Va biz nima qilamiz? Pandasni import qilib olamiz. Ikkita parametr o'tganimdek, pandasni import qilamiz. Ya'ni buni qanday qilib install qilish kerak? Agar yangi kutubxona o'rnatmoqchi bo'lsanglar, bundan keyin bir yo'li shuni ham aytib o'tib ketaman. Sizlarda usullar ko'p. Men o'shani ko'rsatib beraman birinchi. Demak, install qilish deylik. Install qilish. Demak, birinchi usul bor, shunchaki pip install shu joyda o'ziga pip install deb turib aytaylik pandas. Shuni yozasiz. Shunchaki pip install, ya'ni u mana bu yerga yozasiz. Pip install, ya'ni komment bilan yozmaysizlar, tushundingmi? Pip install pandas qilasiz. Hop, ikkinchi usulimiz, agar bu ishlamaydigan bo'lsa, nima qilasizlar? Pipni oldidan foiz belgisini qo'yasizlar. Yana pip install pandas bo'ladi. Bittasi ishlaydi. Uchinchisi buni oldidan demak undo. Demak, pip har xil holat bo'ladi, xuddi shuni yozasiz. Pip install pandas bo'lyapti. Endi bu aytaylik unchalik tavsiya qilinmaydigan usullar hisoblanadi bu uchalasi. Lekin misol uchun ba'zi holatlarda kerak bo'ladi. Shuning uchun qo'shimcha ma'lumot o'rnini aytyapman. Sababi ko'rasizlarmi, kod yozayotganinglarda mana bu yerda xalaqit qiladi. Qaranglar, hozir pandas bo'lgani uchun ozgina bo'ldi, lekin shunaqa kutubxonalar bor, anchagina kodinglarni nima qiladi, ko'paytirib yuboradi. Ya'ni ko'rimsizlikni xunuk qilib qo'yadi kodinglar. Uni o'rniga bizda terminal bilan ishlaymiz. Eslab qoling, terminalga o'tamiz. Terminalga o'tamiz, new terminal yozamiz. New terminal qilsanglar, sizlarda birdaniga PowerShellga olib keladi. Hozircha PowerShell bilan ishlab turaverasizlar va shu joyda o'ziga yozadilar. Demak, pip install pandas. Pip install pandas qilib enterda bosasizlar, bo'ldi. Ya'ni bu qora oyna hisoblanadi.
va qora oynani ichida o'sha nima bo'lsa amalga oshiradi va X'ni bosib chiqib ketaverasizlarda va mana bu yerda install bo'lib qolgan bo'ladi. Eslab qolinglar, demak o'sha terminal, new terminal qilasizlarda va eskisiga kirib har safar ochganinglarda yangi ochib yuboradi. Shuning uchun boshida oldingisi bo'ladi, unga o'tasizlar va mana requirement qilibdi. Mana ko'ryapsizlar, Pandasni 1.16.0 umumiy o'sha Pandas bilan birga keluvchi qolganlarni. Ya'ni NumPy'ni ham, PyTest ham, TSDatani ham, PhysX-ni ham shunga o'xshagan yonida keladigan bitta set bo'lib o'rnatadi, install qiladi. Shuning uchun, ya'ni ba'zi bir joylarda bitta kutubxonani install qilish bilan birgalikda uni atrofidagi, uni paketini ichidagi boshqa kutubxonalarni ham nima qiladi, bu install qiladi. Men sizlarga install qilishni qisqacha ko'rsatib berdim. Ya'ni 3 xil usuli, bitta terminal jami 4 xil usuli bilan. Yangi kutubxona ishlashdan oldin doimo sizlar install qilib olishingiz kerak. Yana bitta ma'lumot, agar sizlar keyinchalik mana bu Python versiyasini o'zgartirmoqchi bo'lsanglar, misol uchun ko'ringlar, menda enerzi kernel qilsak, menda versiyalar ko'p. 3.12.7, 8.20, 3.19 shunaqa. Nima demoqchiman? Agar boshqasiga o'tganinglardan keyin yana boshqatdan install qilishingiz kerak. Agar boshqasi ishlamoqchi bo'lsanglar, chunki shunaqa holat bo'lib qoladi. Bu boshqa versiyada install qilgansizlar, boshqa versiyada install qilmasanglar ishlamaydi. Tabiiy holat. Shuning uchun aynan boshqa versiyaga o'tish sharoit tug'ilib qolsa ham nima qilishingiz kerak? Install qilib ketishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak install qilish haqida gaplashib o'tdik. Demak, biz nima qilyapmiz? Pandasdan import qilib oldik. Install qilgandan keyin import qilish ham bo'ladi va albatta datasetimizni tortib olamiz. Endi o'sha tepadagi Pandas yordamida. Kodini izinglardan chiqmasin, keyingi darslarda men kod so'rashdan boshlayman. Dev, pd .df. Mana bu df o'rniga xohlasanglar data deb yozinglar. Xohlasanglar ma'lumot deb yozinglar. Ya'ni qisqaroq yozib ketsanglar oson-ku, keyinchalik buni ishlatamiz. To'rtta so'zni yozib, vaqtimizni ketkizgandan ko'ra shunchaki df ketsa bo'ladi. Pd read qilasizlar, o'qi .csv datasetini qo'shtirnoq ochib qo'yasizlar va mana bu yerdan copy relate paste qilasiz. Va mana bu orani olib kelib tashlaysizlar va datasetlar o'rnaydi. Xo'p, va endi keyingi qiladigan ishimiz eng muhim bo'lgan ma'lum bir kodlar bor. Men uni ozgina tushuntirib o'tib ketaman. Ya'ni qaysilar bor? Birinchi kodimiz bizda df.hit bo'ladi. Ya'ni tasavvur qilasizlar, shuncha katta dataset. Agar def qiladigan bo'lsanglar, mana juda ko'rinishi chiroyli bo'lmaydi. Ko'rasizlarmi? Katta bo'lib ketadi. Uni o'rniga biz nima qilamiz? df.hit, ya'ni boshidan deymizda va qaus ochib qo'yamiz. Qaus ochib yopib qo'yamiz. Bu degani o'zi avtomatik tepadan, boshidan 5 ta qatorni ko'rsatadi. Yangi o'rganganlar uchun bu ham bir alohida kod hisoblanadi. Yo'q, menga bitta kerak desanglar, qaus ichiga bir yozasizlar. Mana sizlarga faqatgina bitta qatorni ko'rsatadi. Yo'q, menga bitta emas, 100 ta kerak desanglar, 100 ni bosasizlar, mana oxirigacha ko'rsatadi 100 ta. Shunaqa, endi 100 tani so'rash g'alati. Shuning uchun lekin eng standart holati yozmaslik kerak. Yozsa ham yoki ichiga 5 yozib qo'ysanglar ham 5 tani ko'rsatadi. Bu o'sha default qiymat. Yana bitta df.hit, bu ham sizlarning ikkinchi kodingiz. Yana bitta kod bor. Yo'q, men tepadan tagidan kerak desanglar, mana dum qilasizlar. Ya'ni df.tails deydilar va mana pastidan 5 ta qator chiqarib beradi va bu orqali sizlar bo'ldi, 7043 ta data bor ekan deb o'ylashinglar mumkin. 0 dan boshlanadi. Shuning uchun 43 deyapman birdan. Tailni ham xuddi shunaqa narsa. Tailni ham ichiga yozib ketishinglar mumkin. Misol uchun 3 yozsanglar, pastidan 3 ta qatorni raqamlarni ko'rsatib beradi. Ya'ni eng ko'p ishlaydigan kodlardan biri bu hit hisoblanadi. Ya'ni sizlar hozir mana 1-oydasizlar, 10-oyda bo'lsanglar ham nechinchi oyda supervised machine learning bilan ishlayapsizlar, hit bo'ladi. Eslab qoling, chunki datani ichida nimalar borligini bilmasdan turib, keyingi bosqichlarga o'tib ketib bo'lmaydi. Chunki mana nomi bilan ham bo'limimiz nomi data bilan tanishib. Xo'p. Endi men asosiy urg'uni berayotgan narsam nimada? Mana buni klasslarini aniqlab olishda. Nechta klass bor, o'shani aniqlab olishimiz kerak. Xo'p, endi uning uchun nima qilamiz? df.number of unique qiymat qilamiz. Mana ko'rasizlar, mana bu kod shunaqaki, demak yozib qo'ying, har bir ustun, har bir input qiymati, yo'q, har bir ustun bo'lsin, ustundagi klasslar soni. Haqiqatan misol uchun genderda ikkita, to'g'rimi? Male yoki female. Senior citizensda ikkita, rostdan.
Ya'ni osongina kod tepaga qarab olamiz ekan, o'sha bilan olib ketsak bo'ladi. Ya'ni agar sizlarda target qiymat chorini ichiga kirib yurmaysizlarda, shu joyda o'zidan ham, demak ikkita ekan, demak buni men klassifikationga tushiraman deb olib ketsanglar bo'ladi. Ortiqcha izlanib, ortiqcha vaqt ketishda hojati yo'q. Shunchaki mana buni number of unique topsanglar bo'ladi. O'zi unique degan so'zni o'zi o'sha duplicatedlar emas degani, ya'ni unique qiymatlar. Mana misol uchun mana bularimiz unique qiymatlar hisoblanadi. Mana yes bo'ldi, bitta o'sha bitta vakillar bittadan olinish o'sha bizda unique qiymatlar hisoblanadi. Buni yaxshi eslab qolishinglar kerak bo'ladi. Mana yo'q, ma'lum bir butun ustunlarni emas, ma'lum bir ustunni ajratib olish kerak bo'lsa, uning uchun sizlarga df qilasizlarda datasetinglar qo'shtirnoq to'rtburchak qavs ochib, qo'shtirnoq ichiga o'sha ustunni nomini yozasizlar. df cho'rin qilsak, faqat o'sha ustunni alohida chiqarib beradi. Va o'sha joyini o'ziga mana bu nuqta number of unique qiymatni ko'rib qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana bu kodimiz ham shunday bo'ladi. Mana ikkita chiqarib beryapti. Bu ham bitta kod. Endi bu kodimizga urg'uni ko'proq beramiz. Mana bu orqali ko'rasizlar, bitta ustun alohida ajratib olyapti. Yo'q, menga bitta emas, ikkita ustun kerak desanglar, unda nima qilasizlar? Qaranglar. Sho'rin qilib, misol uchun virgul qilib, keyingi bir ustunni olaylik-da. Misol uchun qanaqa bor? Gender bor ekan. Genderni oladigan bo'lsak, nima deydi? Hozir yozuv chiqsa, mana xatolik beryapti. Key error churun bilan gender bo'lyapti. Genderda qani? Gender to'g'rayapmiz. Hop, uning uchun biz endi bitta yana to'rtburchak qavs qo'shamiz bu yerga ichida. Ya'ni bittadan ko'p, ya'ni ikkita yoki undan ko'p ustunlar bo'ladigan bo'lsa, sizlar ikkitali to'rtburchak qavs qo'yasiz. Hisob qilinglar. Bittaning o'zida xato bo'lib qoladi. Hozir ko'rsatib berdim. Buni yoniga virgul qilib yozib ketaverasiz. Yani. Misol uchun nima kontrakt olsak bo'ladi. Kontraktni olib qo'shadigan bo'lsak, mana bu yerga chiqarib beradi, mana ishlayveradi. Mana alohida ma'lum bir usullarni alohida qilib ajratib olishga to'g'ri keladigan bo'lsa, aynan shu usuldan foydalangan holatda ishlab ketishingiz mumkin bo'ladi. Albatta bu o'sha ish jarayonini tezlatish uchun, ba'zi bir joylarda e'tiborli, osonroq ishlab ketish uchun kerak bo'ladi. Ya'ni buni 100% hammasini eslab qolish shart degani emas, lekin bu kerakli kodlarni eslab tushunib olish kerak, yodlab olish kerak degani emas. Mana ko'rdinglar, demak, o'sha birinchi qismda boshida aytib o'tganimdek, klasslar sonini topish har birinchiga kirib yurmaymizda, mana bu kod bilan. Sizlar target qiymatni bilasizlar, bo'ldi, mana shu kodni o'zi yetarli. Shu kod orqali osongina aniqlab olishinglar mumkin bo'ladi. Bu ko'pincha target qiymatni classification yoki regression uchun aniqlashda foydalanilmaydi. Bu oson narsa, chunki classification va regressionni aniqlash bu kodsiz ham tasavvur qilib topa oladigan narsalarda. Mana misol uchun aytaylik, hozir ishdan bo'shash, talabalar o'qishdan yiqiladimi yoki yiqilmaydimi? Ikkitaligi bilib turasizlar. Yoki talabani bahosini predikt qilayotganda har xil bo'ladi-yu. 3-1 haqiqatdan bo'lishi mumkin, 3-2 bo'lishi mumkin, 4 bo'lishi mumkin. Ya'ni bu cheksiz. Bu regression. Ya'ni avtomatik bu keladi. Lekin bu kodni ham yo'li bor, joyi bor. Buni ko'p ishlatamiz bu kodni. Shuning uchun klasslar sonini topish deb turib eslab qolgan holatda buni nima qilasizlar? Ishlatib ketishinglar, o'rganib ketishinglar mumkin bo'ladi. Mana bu qismda o'zida bir ikkita, uchta kodni o'rgandik, to'rtta kod o'rgandik. Umumiy yaxshi eslab qolinglar, albatta bu foydali bo'ladi. Xo'p, demak tanaffus 10 minut tanaffus qilamiz. Tanaffus vaqtida o'ylab ko'ringlar. Demak, bitta tanaffus vaqtida shunchaki biror joyda izlamanglarda, sizlarga qo'shimcha topshiriqcha, demak, classificationga binary bilan multiclassga bittadan ideya topinglar, regressionga bitta ideya topinglar. Boshqacha hozir aytilinmagan, shunchaki o'ylab ko'rganinglar aytsanglar bo'ladi. 10 minutdan keyin davom etamiz. Hozircha tanaffus.